Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana Andijonni chekkaroq joyga kelyapmiz, razmer o'lchagani. Bu yerda ham xullas Qirg'izistonga yaqin joy, klientlarimiz telefon qilishdi. Kelib o'lchab ketdilar. Mana razmerda o'lchagani xudo xolasa ketyapmiz. Juda ajoyib, chiroyli joylar ekan. Bu yerda ham hozir 4-5 ta xonaga natijli patolog razmerini o'lchagan kelyapmiz, xudo xolasa. Bu videoni chiqarishimdan maqsad qayerda bo'lsa ham xullas mana shu O'zbekiston ichida bo'lsa bo'ldi, borib razmerlarni o'lchab tavsiyalarni beramiz. Xudo xolasa bemalol tortinmay, xijolat bo'lmay telefon qilaveringlar. Mana ajoyib chiroyli joylar ekan. Biz ham shu bahona bir aylanib, ko'ynimiz yozib ketamiz-da. Men bilasizlar, bitta joyda postoyanno ishlavergani odam zerikadi. Yo'q-yo'q bir aylanib, shunaqa chekkaroq joylarga ham kelib, razmer o'lchab, bu yerdagi insonlarni ham ko'rib, bir aylanib ketamiz, xudo xolasa. Men aytdim, bir ajoyib joy bor ekan. Tepalikda. Eski bu yerlar bir qanaqadir chorvachilik bilan shug'ullanadigan joylar bo'lgan bo'lsa kerak. Mana bu yoqda ham bor. Menga xullas juda ham yoqdi, yo'llari ham bir ajoyib chiroyli ekan. Bu qir orasidan ketgan odam o'zi tinch ekan, mana odam yo'q. Bemalol mashinada maza qilib ketadigan joylar ekan. Qadrli obunachilar, sizlarda ham manzillaring chekkaroqda bo'lsa, misol tortinmay telefon qilaveringlar. Xudo xolasa razmerlarni o'lchagani o'zim boraman. O'zim tavsiyalarni beraman, xudo xolasa. Mana ana pastda ekan, subhanalloh. Juda ham chiroyli tabiat. Yomg'ir yog'ib turibdi mana. Ajoyib. Hozir 2,5 kilometr qoldi klientimiz masofasiga. 2,5 kilometrdan keyin o'sha biz chaqirishgan xonadonga yetib boramiz. Bu yoq tomonga teraklar ham ekib qo'yishdi. Terak ham bo'lar ekanda, bu yerda yaxshi. Mana ajoyib chiroyli joylar ekan, juda. Menga juda yoqdi, xullas. Bu yerga kelganimga afsus qilmayman. Juda ham tabiatli bir to'g'risi bunaqa joyni ko'rganim yo'q edi anchadan beri. Qirli joylar bor o'zimizda ham, lekin bunaqangi holatdagisini ko'rmagan edim. Juda ham chiroyli, ajoyib ekan manzara. Subhanalloh. Juda ham ajoyib. Xizmatlarimiz, natijli patolog xizmatlarimiz xullas vodiy bo'ylab Toshkentlargacha olib borib o'rnatib kelyapmiz, xudo xolasa. Bemalol chekka joylardan ham telefon qilib zakaz bersalaring bo'laveradi. Hozir xonadonimizga yaqinlashib qoldik, xudo xolasa. Qo'ylarni baxshyapti pastda. Qadrli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir o'sha xonadonimizga yaqinlashib qoldik. Yana chiroyli qilib video syomkalar qilib chiqaraman imkon qadar. Bu yerda ham hozir o'sha natijli patolog o'lchagan kelyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Andijonda mana chekkaroq joy.